Gelse gelsin, yarım gelsin, olma tersin, xullas bir narsalar qilsin. Assalomu alaykum. Efirda Akula Informatsion dasturi. Mikrofon qarshisida sevimli boshlovchingiz Yulduz Usmon. Biz boshladik. Siz tayyormisiz? Unda ketdik. Muhabbatni, sevgini, ishqni mavsumi bahor deyishadi. Lekin sevgi baxt tanlamaydi. Kutilmagan paytda keladi. Sevgi farishtasi sizni qachon ilhomlantirsa, o'sha payt sevib qolasiz. Marhamat, bizda sevgi qissasi ko'ramiz. Maysalar, bu olamning mayin sochlari. Silagum ularni ardoqlab so'yib, zora qayerdadir sening sochlaring. Qo'llarim taftini olsalar tuyib, gullar bu olamning nafis lavlari. Ulardan intikib olgun bo'lsalar, zora qayerdadir sening lablaring, shu bo'lsa lazzatin tota bilsalar. Yulduzlar, sog'inchdan yongan ko'zlarim, bir umr yo'lingga ilhaqdir bilsang, nogahon samoga tushganda ko'zing, zora shu sog'inchni his eta bilsang. Dunyo ikkimizni yoniq ishqimiz, tugaldir u bizni yoniq hislardan, birdan bir jon bo'lib zora ikkimiz, asray olsak uni yomon ko'zlardan. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Salomatmisiz? Yaxshimisiz? Charchamayapsiz? Ishlaringiz yaxshimi? Salomat bo'ling, salomat bo'ling. Suyishdingmi? Nima qilyapsiz bu yoqda? Insonni nima deydi? Haligi yashattiradi-da, uyg'otadi, yangilattiradi. Bu insonni ichidagi his-tuyg'ularni jumboshga keltiradigan fasl bahor. Aman sevgi farishtasimman. Nima farishtasi? Sevgi farishtasi. Qo'ysangchi, hazil qilmang. Nima bunaqa kiyimlar kiyib oldingiz? Men o'zimning kiyimim shu bo'ladi. Sevgi farishtasi. Men sevgi farishtasi. Osmondan tushdingizmi? Ya, osmondan emas. Men 52-qavatdan turaman. Shu yerdami? O'sha yerda. Tanishamiz. Elbek. Ya. Sevgi farishtasi. Rahmat. Zo'r, chiroyli. Sevgi kerakmi? Qalbingizga bitta, sevgichada. Qo'ysin. To'xtang. Mendan oldin ham boshqa hal qiladigan sevgilar ko'p-da. Hop. Men qarang, shu sevgi farishhtasiman deysiz. Men bu yoqlarga o'tsangiz. Mana sevishganlar ko'ryapsiz. Ana, qarang qalb. Turishini qarang. Archani oldiga. Men qarab bo'lmaydi. Qarang, uyatning qarang. Qarab bo'lmaydi ular. Hop, qaramang, qarang. Uyalyapti. Endi sevishgan qalbda ularning ishiga aralashib olmaysiz. Ularning o'rtasida muhabbat yonyapti. Qanaqangi muhabbat bor qarasangiz. Sevgi yonyapti. Men qaramayman ularga. Sevgi deysizlar, lekin oldingi sevgilar qolmadi. Oldingi sevgi rostdan qaligi nima deydi? Ularga hozirgi yoshlarga sevgi farishtasi emas, hozirgi yoshlarga dengi farishtasi kerak. Ularga pul farishtasi kerak. Pul bo'lsa bo'ldi. Sevgilar hozir oyoq osti bo'lib ketdi. Men sadoqat, muhabbat bo'lgan. Qani? Layli va Majnun, Tohir va Zuhra. Otabek va Kumush. Otabek Kumushlar ular muhabbat yomon qattiq. O kinoda ozgina joyini ko'rsatgan, lekin yongan bor. Ular sevgisi. Aka, yana shunaqangi sevgilar qaytadi. Men sizga maslahat beraman. Nima maslahat bering? Diskotekada yuradigan qizlar bor. O'shalarning ko'ngliga bir umrlik sevgi tuyg'usini shunday solib qo'ying. Ya, men ularning qalbiga bir umrlik sevgi solyapman. Ular sevgini o'yinchoq qilib men bir umrlik sevgi solyapman. Ular sevgini sutishni qilib yubordi. Marka soatbay qilib yubordi ular sevgini. Ana shularga ko'ngliga sevgi solish kerak. Ularga endi men to'g'risi bir narsa deya olmayman. Ularni lekin sizga o'xshagan mana shunaqangi sevgi uchun kurashadigan farishtalar kerak. Bitta, aka? Bitta. Mana shu do'stlar. Mana qara, uylanganmisiz? Uylangan? Uchinchisiga harakat. Nimani? Uy olayapman, davom deyman. Uchinchi uyimni olayapman. Otaman bo'lmasa. Xotin. Xotinimiz bormi? Ya, uzr, kechirasiz. Unda ko'payib ketadi. Yo'q, ko'payadi. Yo'q. Bo'pti. Sog' bo'ling. Telefon nomerlaringiz yo'q-a? Yo'q, biz o'zimiz kelamiz. Bir to'satdan kelib qolamiz. Bo'ldi, aka. Qayerdingizmi deyman-da. Bo'pti. Qanotchalaringizdan. Sog' bo'ling. Rahmat. Bilasizmi?
to'yib ketdim sizdan. Nimadan to'yding? Ertalab beri hech narsa yeganimiz yo'q. Qissamda pulim yo'q uchun och yuribsiz-ku, nimadan to'yding? To'yib ketdim desa, nimadan to'yding? Mana shu pulsizligingizdan to'yib ketdim, tushunyapsizmi? Qachongacha shunaqa yurasiz? Bitta gul olib bermadi. Qancha bayram o'tib ketdi, tushunyapsizmi? Bitta gulga arzimayman men. Baqirma, gap eshit. Mana yonimizdagi qo'shni kampir bor-ku. Ha. 80 ga kirdi. Na navorasi bor, na bola chaqasi bor. Hech kim yo'q, o'ris kampir. Hadmay o'tib qoladi. Shunday uchastkasini o'zimizga afarmay qilib olamiz, zavishayni qilib olaman. Men sizdaqa mashinik odam bilan hayotda yashamayman. Savob yo'lida bu. Qanaqa savob? Erta o'ylab qolsa kim ko'madi uni? Gaplarni gapirmay tushundingizmi? Shuning qilyapman men, siz shoshma. Asabimga tegmaysiz meni. Asabimga tegmas, meni planlarimni buzyapsan. Ey, Luboy, baxtli, omadli erkak yonida xotini turadi deydi. Sen meni yerga urasan. Meni planimni tushunmadingmi sen? Siz mana bunaqa yashaganingizdan keyin men sizni planlaringizgacha tupurib qo'ygan joyim bor. Xotin, agar farishtalar olminsa, yo men yo sen o'lib qolishing mumkin. Xotin yashamayman dema, birga qo'shsa qaraylik deb niyat qilgan, yaxshi gapga farishta omon qiladi deydi. Ey, yaxshi gapga ilon inidan chiqadi, jonim. Qo'y bunaqa gaplaringni. Dadasi. Ha. Bilasizmi? Ha. Haligi nima gap? rosa ko'p dilingizni og'ritaman sizni. Dilimni og'ritib, kechirib yubordim hammasini, Dadasi. Kechirib yubordim. Men ham sizni kechirdim. Nima uchun kechirding meni? Endi urushmaylik, birga yashaylik, baxtli yashaylik, dadasi. Baxtli yashaylik. Hay asala qizimni. Sezonda odam yomon charchaydi, hamma salqin pana joylarni sevishganlar band qilgan. Sevgi farishtasiga joy yo'q. To'xta, eshitma. Qo'yib qo'ydi. Bu yigitim ham tashlab ketdi. Har doim hamma yigitim ham tashlab ketaveradi. Mana-ku. Yo, sevgi farishtasi-ku. Qarab tursan, hozir kamoningni olib, o'zimga o'zim otaman. Xohlagan yigitimni. To'xta dedim. Yo'q, sen top bergan hamma yigit meni tashlab ketgan, gaplashib. Men endi o'zim topib olaman. Bo'lib tezroq. To'xta. Javob beringman. To'xta. Yo'q. Sen aytyapsan, to'xta. Voy. To'xta. Assalomu alaykum. To'xta, o'zi nimaga tashlab ketadi? Mahirga gelik so'ragandim. Toshkent Cityda bojxonada uy so'ragandim. Dubayga To'xta! bilet so'ragandim. Bermadi, pas. Ko'cha kamonni sindirib tashlab, unaqa narsani so'ragandan keyin men ham ketib yuborardim. Qanotimni ham qayerdan ketdi? To'xtagin desam. Yo'qol, ket, isham. Nima deysan? Yaxshi qiz kerak o'zimga. Uylanishga. Yaxshi qiz kerakmi senga? Hamma shartiga rozimisan? Roziman. Qizimiz o'g'il. Ana ketyapti, qo'lida kamoni bor. O'shani ushla. Ilohim ikkalangan xudodan top. Hey yaxshi qiz. Sevgi farishtasini asbobini qaytaring. U asbobsiz sizlarga sevgi yetkazib bera olmaydi. Bizda keyin xabar. Hurmatli ayollar, eringizni o'zingizdan hech qachon sovutmang. Eringiz sizga 1 ha deydi, 2 ha deydi, 3 ha deydi, 4 ha deyishi mumkin. 4-chisida ham, 5-chisida ham yo'q demaydi, lekin o'zingizni yo'q qilib yuborishi mumkin. O'rgilaysizlardan. Marhamat, bizda xotinini yo'q qilmoqchi bo'lgan erkak qissasi ko'ramiz. Surxondaryo, Termiz, Surxondaryo, Termiz ketamiz. Surxondaryomi? Aka, assalomu alaykum. Alaykum. Ha, Surxondaryo, Termiz. Ha, bo'ldi, ketdik mana mashina bor. Oldin savdo qilaylik, aka, qancha? Savdo shu har kunlik, deyam 500 mingdan-da. 500 emas-ku, aka. Yarmini qilaylik, aka, 250. Va 250 bilan uchongin Damas olib ketmaydi. 270 aka. Bo'lmaydi, benzinda yuradi bu moddiy. 300 qildim, aka. Bu oddiy mashina emas, Cobalt, jentra emas. Bo'ldi, aka, 300. Enamarka ketasan sen Surxondaryoga. 350 aka, bo'ldi. 350 mana shu qizcha hurmati, kelinglar. Joy qilib beraman. Bu yoqda. Men joyida qilib beraman. Men o'zim Bag'dan emas ekan, bu yoqdan ekan. Charchadik-da, aka, odam 700 kilometr bu yoqqa borasan. odam 700 kilometr bu yoqqa kelasan. O'tiring mana. Kiring.
Ey! Ana. Asin. aka nima qilyapsiz o't bu yoqqa jittillaysan mana bu yoqqa kel Uzoq yo'l. 700 kilometr shu og'rinmasin, qiynalmasin deb oldidan joy orqada beryapman. qiynalmaydi uxlab ketadi uzoq yo'lda Yaxshilik qilsang ham yoqmaydi. Men qaranglar, o'tirdinglarmi? Ha, aka. O'rta ochiq tursin. Bitta odam olib kelaman. odam olmang aka o'zimiz Nega olaman? Juda qattiq sevishgan ekansizlar. qo'shib beramiz Ay, yani sevishib qo'ymanglar mashina ichida. xo'p Eshik ochiq tursin. xo'p Tushundingmi? Surxondaryo, Termiz, Surxondaryo. Keling. Keling, bu yoqdan keling. Aka Surxondaryogami? Aka assalomu alaykum. Aka yaxshi. Ishlar, kayfiyatlar. Salomatmi aka? Rahmat aka. Bo'lyapti ishlar. Kengazingiz yaxshimiz? Salomatsiz. Uylar yaxshi bo'lajak. Men bilan gaplashavering. Sog'lik zo'rmi? Rahmat aka. Charchamayapsizmi? Aka Surxondaryogami? Surxondaryo aka. Jonizon. Termizga. Ketyapsiz? Aniqmi? Ha. Qancha ketyapsiz? Shu 500 har kunga. 500? Ha, kengazingiz 500. yaxshimisiz? O'zingizni ham narxingizni qo'ysizmi aka? Nimaga o'zim narxim? Una. Benzinni qarang, benzin ko'tarilib ketgan. Ya, Mashina aka, qarang, mashina. aka, Mashinaga aka. qarang, bitta mashinaga bitta qarang. Mashinaga qarang. Ina marka mashina bu. Ha. To'shda Termiz ketyapsizmi? Ha? Nimaga bu 01? Ha, aka 01 mashina qo'radi-da. 75 tez haydaydi, trassaga noto'g'ri yuradi, unaqa deydi. Ha, biz zo'r yuramiz. Ha, biz 20 yil oldinda biz bilasizmi? Ana. Chopirlar harakat qilib bizga o'rganib yetib olish kerak. Ana. Pullik yo'l tushyapti, bilasizmi? Shu qanot uzoq uchmaysizmi? Pullik yo'l tushyapti, bilasiz? Ha. Nima uchun tushyapti? Nima uchun? Surxondaryoliklar uchun tushyapti u. Ana. Bizga alohida yo'l qilib berishyapti. Yaxshi. Gayo. Ketga men qarang. Bizga polni salon kerak. Aha. Boshqa odam olmaysiz aka. Bo'ldi? Odamimiz yo'qmi? Ha. Bo'ldi akajon, bizga shu odam olmaysiz. 1,5 million beraman toza. Aka. 2 qiling. Yo'q, 1,5 million. qarang. Ona suti halol. Qarang. 1,5 million beraman. Shlepachalaringizni qarang aka. Aynan. Qarang. O'ynanib ketadi. 2 qiling shuni. Yo'q, aka. 1,5 million. Bo'sh ketmang. Salon, polni, bo'lmasa boshqasiga ketamiz. Bo'ldi, to'xtang. Odamimiz yo'qmi? Boshqa odam Bo'ldi, yo'q. Hammamni o'g'li, tog'amni o'g'li deyman kiyman. Ha, azalma tegib. odam bor ekan-ku. Odam yo'q dedi-ku. Bular jiyanlarim, studentlar Toshkentga aylanib kelgan. Tog'a dedi. Shu mashinangizga o'tirib turaylik dedi. Hozir 1 minut aka. Men qarang, hozir men vazirlikdan kelibman, bular vazirlikdan kelgan. Hozir tushib bular joy bermasang, sen ham, men ham, mana bu qizim qamalib ketadi. Yomon ayanchli ahvolga qolamiz. 3 kundan beri keta olmayapti Ayol, mana bu yoqda hayla Cobalt turibdi. Ana shu 200 mingni olib ketadi. Hozir men aka bilan bitta suhbat qilaylik. Aka, shu qizchani o'zini Nimaga? olib ketay, yo'l oldimga ketadi. Yo'q, aka polni salon dedi, nima qizcha-picha qilasiz endi? Yo'q, mayli, boraveringlar. Pulim kamlik qildi-da. Lekin bitta shu qizchani o'zini olib ketardim. Muzikalarni qo'yib, gaplashib. Ha, bo'ldi, keling. Bagaj oching. Ayol ketib qoldi-da. Ha. Bering. Mana. Telefon ham bo'lyapti. Pochtada, pochta. Yo'q, pochta olmaysiz ular. Ya, olmayman. Telefon qilyapti. Pochtalar. Chiqing. O'tir. Qani? Ya bismillah. Ayni endi Mazza qilay. Amin. Sekinroq ey. Ya. Tushunmadim. Nimadir dedingizmi? Yo'q, hech narsa. Menga qarang yigitchi. Mashinani biza pulini berib ketyapmiz. Tushundingizmi? Xohlagan ishimni qilaman. Xo'p. Gapingiz bormi? Ketdik aka. Amin. Ikkita yaxshi edimi deyman-da. Tinchlik, sog'lik bo'lsin. Sog'-salomat yetib olaylik. Surxondaryo qayerdansizlar? Yo'q, aka biz Surxondaryodan emas. Biz aylangani ketyapmiz, ha. Toshkentlik biza. Yo'q, Toshkentdanmisizlar? E'tibor qilmaysiz, seni sal jahli chiqib. Ha, endi ayollarga endi aka bilasizmi, ayolga e'tibor kerak-da. Yo'q, Sovg'a salom berish kerak. Yaxshi xudoga shukr, bilmasam nimagadir shu. Siz nima meni g'iybatimni qilyapsiz, dadasi? Men arz qilganim Men shu narsa demadim. Endi xotin kishi ba'zida janjal qilib, jahli chiqib qoladigan paytlari bor.
O'shani tushuntirdim xotin. Yo, mana oldimda tanimagan bilmagan shofyorga meni gapirib o'tiribsiz-ku, ustimni arz qilib. Yo, men arz qilganim yo'q xotin. Meni qulog'im karimas, xo'pmi? Hammasini ko'rib bilib eshitib turibman. Sal insof degan narsa bo'lishi kerak. Ey, yomonlamang, nima qilyapsiz hozir? Ha? Nima qilyapsiz yomonlamasdan? Sevishib turmush qurganmisizlar? Ha, sevishib oila qurganmiz. Shu kerakmi sizga? Yana nimani gapirib bering? 4 ta bolamiz bor. Maktabda o'qitayliksa, o'qitmayman deydi. Xususiy maktabda o'qitmas ekanlar. Xo'p, davlat maktabi ham yaxshi-ku, nima xususiyga yopishib olasan? Uni to'lovlari boshqasiga hammasi menga tushadi. Ha, bo'p turadi oilada. Siz meni dardingizni ayting. Mening xotinim bunaqa deb. Hozir ayol emas, erkaklar bir-biriga dardini aytadi, yig'lab o'tiradi choyxonada. Men xotin bunaqa deb. Juda bir yaxshi ayol ekanlar, kam gapirtar ekanlar. Iltimos. Men tushunman. Sizlar ikkalanglar men ustimdan kulib tashlayapsizlar. Ey, to'xtating mashinangizni. Ha, hozir. Hali meni sovunimga kir yuvmabsan, ikkalangning ustingni arz qilaman. Sen shofyorchi ko'p o'zingdan ketmagin, jimgina ketishing kerak. Ya asabga tegasang, mana ikkalang bir bo'lib menga. Yo, haligi xotin o'tin. Tush. Basharing qursin. Ey, Ha! Sizga juda rahmim keldi aka. siz bekor aralashdingizda hozir. Haykal qo'yish kerak aka sizga. Qarangdan endi hozir. O'ziga kelguncha endi ozgina kutishimiz kerak aka. Qancha kutamiz? Aka 2 soatlarda o'ziga keladi-da. 2 soat. Yomon qiynagan. Necha yildan beri yashaysiz aka? 22 yil bo'ldi. Aka qoyilligin. Yuring bir siz ham tashvishlarni unutishingiz uchun bitta haq beramiz. Yo'q, aka haq kerak emas. O'zi menga qarang, mana shunaqangi hamma xotin shu ahvol, to'g'risida. yordam beray sizga aka. Nima? Yangi psixologga ko'rsating, bir tanishim bor. Bumi zo'r tanishingiz, bumi? Zo'r tanishim bor aka. Qabuli sal qimmatroq, bittada tuzatib beradi aka. Qancha aka? 10 million. 10 million. 5 kurs oladi aka, 5 marta boradi, 5 kursga boradi. Aha. Mulla menga eshakday bo'lib qoladi. Shunaqa yuvosh sizni qaytadan sevadi. Rostdan. Ha? Bu 5 kursga qancha ketadi? 50 million ketadi. 50 million? Ha? Kerak emas, 50 million. Ko'chadan spor olyapman men bunaqa pulni. Ammo Surxondaryoga ketayotgan sabab bilasizmi nima Ha, ketib? nima ketyapti? Bu yerda tanishlarim bor. Ha. Ammo Daryoni bo'yiga olib keling dedi. Daryo naryoqdan turib 100 ming so'mga otib berar ekan. Rosta. 100 mingga otib berar. Yo'q, shu sirigazga. Mana bunday yurganim bilan ko'rinishim qo'rqoq bo'lishi mumkin, lekin ichimdan pishgan men ham. Ich-ichingizdan botir. Ha. Ikkita erkak bo'lib turib, meni ustimdan kulib tashlayapti. Meni haqorat qilma. Indamasdan ketishim kerak ekan bu bilan. Ey, o'rgildi, mashinang bo'lsa, o'zingga meni uyda takoy mashinalarim bor, jimgina ketyapman-ku men. Asablarim, meni asablarim. Yo'q aka, sababi shu Surxondaryoga olib boray. Bu yoqda mening bir momam bor. Ha. U yoq yuzga qarab ketdi. Ha. O'sha momamni oldilariga olib borib tashlayman. Bir hafta yonida yursin momamni. O'sha siz aytganda mulla menga eshakdek qilib qo'yadi. Ana. Bo'ldi aka. Yangi chaqiring. Sekin gaplashib, ko'ngilga qarab ketaveramiz. Keling, kennayi bo'ldi. Bo'ldi, jim ketadi, muzika qo'yar ekan. Yur. Ketmayman. Yur, ketdik. Jimgina ketsa ketaman, bo'lmasa ketmayman. Bo'ldi, jim ketadi. Hali Toshkentdan chiqqanimiz yo'q, xotin. Turqiga qarang, kalbosh, basharasi qursin. Bo'ldi, xotin. Nimaga jim turishim Ha, kerak? bo'ldi, xotinjon, o'rgilib ketay. Gapirmasin. Bo'ldi, o'rgilib ketay. Bo'ldi. Bir og'iz gapirma. Bo'ldi. Ketdik. Umuman gapirmang. Javob ham qaytarmang. Jimgina keting. Bo'ldi, ketdik aka, yuring qarang. Ha? Ketdik, yuring. Muzika qo'yib beraman-da. Bo'ldi, tamom. Nima yana gapiradi, tavba qildim. Bo'ldi, mana. Ketdik ana. Oy yangajonlar, endi bundan buyog'iga eringizni ko'nglini olish bilan ovora bo'ling. Hushyor bo'ling. Odamni olasa ichida bo'ladi. Turing, akamga issiqqina ko'k choy chandamlab keling, yoniga parvardachalarni qo'yib, ha? Azizlar, bizda yana sevgi mavzusi. Xo'p,
Agar siz sevmoqchi bo'lsangiz, sizga maslahatim yoshlikdan sevib tezroq uylanishni maslahat beraman. Agar siz 25 dan nariyog'iga o'tib ketadigan bo'lsangiz, o'ta aqlli bo'lib qolib, nima qilishni, kimga uylanishni bilmay qolasiz. Mana bunga misol bizning o'rtog'imiz Bekzor. Mana shu oxirgi uchrashuv. Xo'p. 10 marta uchrashuvga olib chiqdi. To'g'risi-da? Xo'p. Sen uchrashuvga Yo'q, olib men chiqishdan nima olib chiqaman? Men qiz topayapman sizga. Uylaning deyapman. Oila bola chaqali bo'ling deyapman, aka. Sen uchrashuvdan olib chiqishdan charchamayapsan, men uchrashuvga chiqishdan charchamayapman. Ha, bir gap bo'lar. Hayo o'qidingiz, izlandingiz, harakat qildingiz. Mana bakalavr, magistratura, Doktoranturani o'qiladim. doktorantura. Nima kerak aka, o'zingizga o'zi doktor kerak bo'lib turibdi. Uylanish ham kerak-da. Farzand, oila, bola chaqa degandan. Uylanaman, Odam xijolat bo'lyapti. Sen nimaga xijolat bo'lasan? Nimaga xijolat bo'lmayman aka? Ukam uylandi, men uylanib, siz yuribsiz-da bo'ydoq. Va qarang, hozir uchrashuvga chiqyapmiz. Mana shu qizga bir chiroyli gaplardan gapirib, ha? O'zingiz endi bu yo'q. Yo'q, yaxshi gap gapirganman hammasiga. Bunisiga ham yaxshi gap gapiraman. Soddalik qilmang, qarang. Men sizga maslahat beraman. Mana shu maslahatlarni ayting, hal bo'lsin, to'y bo'lsin bu yog'i. Xo'p, uka, xo'p. Qarang. Tuyibishma. Ya aka, uylanish kerak, aka. Birinchi maslahat qarang. Qizni o'zidan kelib chiqib, o'zini tashqi ko'rinishi chiroyli ekansiz, ko'zlaringiz chiroyli ekan. Bo'ldi. Lablaringiz g'uncha ekan. Asalim, jonimiz. Birinchi uchrashuvda asalimda bo'ladimi, uka? Yo, endi qaranglar, bir muzqaymoq, ha? Nima ichadilar, ha? Qanaqa salqin ichimliklar? Muzqaymoq. Kecha fevralda uchrashdik. Muzqaymoq fevralda yeb bo'lmaydi, Ammo qo'pollik qilmanglar, bir chiroyli nima qiling. Kelishdingmi? Ha, aka? Xo'p. Gulam olmadingiz, ha? Gul. Uylanamanmi? Unga yo'qmi? Rishin rasot nima kerak? O'zlari ham kelyapti. Kelyapti. Ammasimi, xolasimi, kimmi? To'xta. Kelyapti. To'xta. Bir nima bahona o'ylab topay. Ya nima o'ylayman, he? Bir nima bahona o'ylab top. Qachongacha o'ylab topaman bahonani? Yurang. To'xta. Menga qara, nima uchun uchrashuvga bunaqa kalta ko'ylak kiyib kelasan, ha? Men senga nima degandim? Yopiqroq ko'ylak kiyib kel deganmidim? Yaxshi ko'rsa borimcha qabul qilsin. Bo'l. Hozirgi yigitlar sen o'ylaganda o'ylamaydi. Hozirgi yigitlarga iboli, hayoli qizlar kerak. Sen yurishingni qara. U yog'ing ochiq, bu yog'ing ochiq. Ersiz qolib ketasan-ku. Bir gap bo'ladi. Bir gap bo'lmaydi emas. Bir gap aniq bo'ladi. Ersiz qolib ketasan. Men senga yana bir marta aytayapman. Erkak kishi bilan uchrashganingda erkak kishini ko'ziga tik qaramagin, tushundingmi? Ko'ziga qaramasam qatiga qarayman. Yerga qarab o'tir. Yerga qarab nima qilaman? Oldingi yigitlaringni o'ylaysan. Agar shunchalik ham nima qilish kerakligini bilmasang, tushundingmi? Xo'p. Aytganimni qilgan ersiz qolib ketmaysan. Xo'p. Qani yur. Ana kelib o'tiribdi. O'zi ish qilib ko'rasam chiqmang. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Barchin. Ha, Alpomish. Sizni ismingizni so'rayapman. Ha, ismimi? Ismim Xolmurod. Mobada gapingiz yo'q? Gapim? Birinchi savol shu o'ziga qiziqishim haqida. Men qarang, makaronni yaxshi ko'rasizmi? Yo'q. Yo'qmi? Ikkinchi savol oila haqida nima savol oila haqida? Men qarang, ukangiz makaronni yaxshi ko'radimi? Yo'q. Mani ukam yo'q. Men oilada yolg'iz qizman. Ukangiz yo'qmi? Uchinchi savol falsafiy o'ylantiradigan savol, falsafiy. Qarang, ukangiz bo'lganida makaronni yaxshi ko'raydimi? Agar ukam bo'lganida men hozir uchrashuvga sizdagi landovur bola bilan chiqmasdim. Agar ukam bo'lganida men o'rnimga o'zi hozir sizni kelib bo'g'ib qo'yardi. Sog' bo'ling. Siz ham makaronni yaxshi ko'rmaysizmi? Bu makaronni yaxshi ko'radiganlar yo'q ekan, men hali uylana olmasam kerak. Ha, qizlar, doim fast food yoki boshqa xil narsalar yeyavermasdan o'zimizni milliy mahsulot makaron ham yeb turinglar. Aylanaysizlardan. Kambag'alning sevgida omadi kulmas ekan.
puli ko'p boyvachchaning xunigi bo'lmas ekan. O Xayr, salomat bo'ling. Mikrofon qarshisida sevimli boshlovchingiz Yulduz Usmon bo'ldi. Xullas, bo'pti.